Bunyodkor industrial texnopark hududida bir qator rezident korxonalar samarali faoliyat olib bormoqda. Eng yirik rezidentlardan biri Don mahsulotlarini qayta ishlovchi Nasaf maslahat cheklangan jamiyati. Ushbu korxonalar sanoat, ishlab chiqarish va innovatsiya sohalarida zamonaviy texnologiyalar asosida mahsulotlar ishlab chiqarmoqda. Rezident korxonalar tomonidan mahalliy xom ashyodan foydalangan holda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarilib, ichki bozor bilan bir qatorda eksport yo'nalishlari ham yo'lga qo'yilmoqda. Faoliyat jarayonida yangi ish o'rinlari yaratilib, aholi bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Texnopark ma'muriyati tomonidan rezidentlar uchun zarur infratuzilma, kommunikatsiya va qulay ish sharoitlari yaratilgan. Bu esa korxonalarning barqaror ishlashi va yanada rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Kelgusida Texnopark hududida yangi rezident korxonalarni jalb etish, ishlab chiqarish hajmlarini oshirish hamda innovatsion loyihalarni amalga oshirish rejalashtirilgan.